Assalomu alaykum hammaga. Internetda ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, mol qo'ylar uchun har xil yem tayyorlash retseptlarini sizlarga to'g'ri kelmashi mumkin, topolmaydigan narsalar bo'lishi mumkin, vitamin, bu narsalar. Men sizlarga o'zimizni yemimizni tavsiya qilib qolaman. Ichida bor narsalarimiz so'ra, Qozog'iston kepak, shupur-yo'ruq, arpa, shupur-yo'ruq, makkani ham ko'rsanglar bo'ladi, yaltilayapti. Makka, bug'doy va yana bug'doy. Eng asosiysi endi adxod narsalar yo'q. Va yana ichida tuz bor. Tuz bo'lganda oddiy tuz emas, ichida yana alohida 3-4 xil vitamini ham bor. Biz akalar faqat yem bilan cheklanib qolmaymiz. Va yana bu yemimiz ichida kunjara bilan raps yo'q. Keyin hozir aytganimdek biz yemni o'zi bilan cheklanib qolmaymiz akalar. Xohlasanglar kelsanglar optim narxlarda donlarimiz ham bor. Makka deysizlarmi, bug'doy deysizlarmi? Xohlasanglar drabilkada un qilib ham chiqarib beramiz. Yana kamchiliklar bo'lsa to'rlaymiz inshaalloh xudo xolisi. Xohlasanglar yemni ichiga alohida o'zingizlar aytgan donlarni ham qo'shib chiqarib beramiz. Aka. Obuna bo'lib qo'yinglar shu kanalimizga. Like'larni bosinglar, gumburlatinglar.